Shu Qodirxon ham tugamadi. O'g'il bola. Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana. Ding. Qulog'imni tagiga tiraqlatasan, borlar yo'q taraqlar. Popinjon. Popinjon. Qurtlar lezgincha o'ynayaptimi ichkarida mana. Qilasiz, ha? Yo'q. G'ichiratma, sarindosh bermaydi. Bor yo'q qarang, yozga kirib yo'q. O'g'il bola sizni jicha apaq qo'yapman. Ashab qo'ygan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Urasizlar. Ha, bo'ldi. Faqat chapillamaysan, yur tez-tez. Ata siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ingni ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Jonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shim va shalvarlar narxi 99 ming so'mdan. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabimni o'ylab. Bretroz do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy, malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tinchlikmi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hiroshimada saloyini o'tkazmaganmi? Oka, pulli ovoz asabingizni sal o'ynab qo'ymadim. Yo, pulli ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'xtang, men ham bitta sani.